Hayotimizni jamoat transportisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har kuni minglab odamlar avtobus, metro va marshrutkalardan foydalanadi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Jamoat transportlari yo'lovchilarning talablariga javob beryaptimi? Aynan shu savol bilan odamlarga mikrofon tutdik. Ishga borishda, o'qishga borishda jamoat transportidan foydalanib kelmoqdamiz. Hozir jamoat transporti yildan yilga takomillashtirib borilmoqda, jamoat yo'nalishlari, transport yo'nalishlari va albatta to'xtab qolmaydi degan umiddamiz. Sizni qoniqtiradimi har kuni ertalab yurishda? Albatta, yangi avtobuslar keltirilmoqda, masalan, juda uzun qulayliklari ko'p hozir avtobuslar. Xo'p, jamoat transport ertalab ko'proq foydalanib o'qishga ketishda tirband bo'ladi. Ya'ni odamlar ko'p, juda ham ko'paytirish kerak ilojimizni. Qolgan kunlari, kuni qolgan qismida yaxshi. Shu yoniga kelguncha ko'rib tursam shofyor indamasdan qo'limni ko'tarsam ham necha marta o'tib ketdi. Astanovkada yo'q, to'xtadi. Men misol uchun kelyapman. Orqasidan shuni orqa eshikka kelyapman, meni uzoqdan ko'ryapti. 2-3 marta shunaqa bo'ldi. Indamasdan endi bu aytgani pul to'lamaymiz-da avtobuslarga. Kartada to'laymiz-da. O'sha uchun avtobuslar keladi, shuni ochadi, yopadi, ketadi. Eshigimni oldida necha marta shu ish bo'ldi. Tungi nima chiqadi deydi, yangi yildan keyin o'sha chiqsa juda ham yaxshi bo'lardi ishlaydigan odamlarga. Tungi avtobus. Tungi qattiq bo'ladi. Albatta. Qanday yuramiz? Shanba bozor kunlari odam juda ko'p bo'ladi. Даже avtobusga ham minib bo'lmaydi. Juda ham tiqilinch bo'ladi. Hozir emas shu. Ko'paytirish kerak avtobusni. Именно shanba bozor kuni qaytyapti. Avtobusda chiqamiz, uramiz, o'tiramiz, yetib boramiz manzilimizga. Yaxshi. Qulay-a? Qulay, hammasi zo'r. Gap yo'q. Takliflar hozircha yo'q. Avvalga qaraganda yaxshi. Avvalga qaraganda ancha yaxshi.